mehnat qilib pul topish haqida. Shunga bog'laymiz. Alloh rizq beraman dedi. Huva razzaq dedi. O'zini Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinda razzoq dedi. Yarzuqu man yasha dedi. Xohlagan bandasiga rizq beradi dedi. Rizq Allohniki, Alloh beradi. Aqidamiz shu. Biz nima qilamiz unda? O'sha Alloh belgilab qo'ygan rizqni harakatimiz bilan borib olib kelamiz. Harakat qilamiz, Alloh taolo bitib qo'ygan rizqni olib kelamiz. Harakatimiz yo'qsa ko'paytiraveradi, xohlasa imtihon qilib kamaytiraveradi. Biz esa to'xtamaymiz bergan va'damizda. Sendan so'raymiz, harakatni o'zimiz qilamiz. Harakat qilishimiz shartmi? Qur'oni Karimda Alloh aytdi: "Famshu fi manakibiha." O'sha manakibihadagi ha olmoshi yer hisoblanadi. Yerning manokiblari, manokib degan arab tilida yelkalari, ya'ni atroflari degan ma'noda. Yerning atroflarida yuring, mehnat qiling va kulu min rizqi. Allohning beradigan rizqini yeng deyapti. Islom o'shaning uchun boqimandan yomon ko'radi. Mana ustalarimiz hozir lesadan bo'lib tushdilar amalar. Ana shunaqa pad bo'ymi, novami, davrzaxonami. Bu bo'y nersa bo'lsa hammasini ustalar qo'llaridan keladi. Hamma nersasi o'zining ichida.